kirib test savollari ya test imtihonlar deb yozadigan bo'lsak, juda ham ko'p ilovalar kelib chiqadi. 10 dan ortiq ilovalar bor. Odamlar 10 tasini sketch qo'yadi, 10 tasi bo'yicha tayyorlanish boshlaydi. Shu 10 tasidagi test savollari ishlab chiqsam, hozir men hamma o'sha testlarni davlat test markaziga tushadigan testlarni 100% bilaman, bemalol yechib o'tib ketaman deb o'ylaydi. Lekin unaqa emas. Davlat test markazidagi imtihonlar ko'p joyda yo'q. Ya'ni programmalarga sizlarga men tekin senga tarqatib qo'ymaydi. Shuning uchun to'g'ri ustoz tanlab, to'g'ri natijasi bor ustoz tanlab, ishonchli ustoz tanlab birga o'rganishni maslahat beraman. Sababi ularda to'g'ri manba bo'ladi. Ya'ni davlat test markazida birga bir ishlangan testlari bo'ladi. Ortiqcha vaqtlar sarflaymiz u programmalardan o'rganaverib. Xo'p. Endi asosiy narsaga o'tamiz. 1200 ta test savolini, ya'ni yo'l harakat qoidalariga tegishli bo'lgan test savolini, imtihon savollarini 10 karra tez eslab qolish metodikasiga o'tamiz. Ko'pchiligi va'da bergan metodika, ya'ni mnemotexnika metodikasi. Mnemotexnika metodikasini boya tushuntirib berdim. Yangi kirganlar bo'lsa, yana bir bor tushuntirib beraman. Mnemotexnika bu har qanday informatsiyani, ya'ni har qanday ma'lumot bo'lsa, u katta informatsiya bo'ladimi, ya'ni katta hajmli ma'lumot bo'ladimi, raqamli ma'lumot bo'ladimi, qonunlarga asoslangan ma'lumot bo'ladimi, tarixiy sanalar bo'ladimi, farqi yo'q. Har bitta yo'nalish uchun mnemotexnikaning yo'li bor. Ya'ni bizda yo'nalishimizda yo'l harakat qoidalaridagi test savollari, ya'ni 1200 test savollarini o'rganishda mnemotexnika bizga qurol bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli mnemotexnika 10 karra bizga foydani beradi. Xo'p, testda qo'llash usulini sizlarga tushuntirib beraman. Har bir test savoli uchun obraz yaratishimiz kerak. Ya'ni bir xil savollar chiqishi mumkin, u savolga uje obraz yaratib bo'lmaydi. U savollar prosta mag'zini chaqqan holatda, ya'ni to'g'ri tushunish orqali yechib ketishimiz kerak. Lekin shunaqa savollar chiqadiki, ularni uje obraz qilib ketishga majbur bo'lamiz. Misol uchun ko'pchilik qiynaladigan, ya'ni tezlik bilan bog'liq, raqamlar bilan bog'liq, to'g'rimi? Shu raqamlar bilan bog'liq bo'lgan informatsiyalar biz obraz qilib ketadigan bo'lsak, miyamizga maksimal darajada joylashadi. Yoki bo'lmasam avtomobillarning, mashinalarning qoldiq izi, ya'ni chuqurchasi bo'ladi, bilasizlar, necha millimetrdan kam bo'lmasligi kerak. Yoki luft, ya'ni avtomobilning lufti necha gradusdan kam bo'lsa, ya'ni ko'p bo'lsa, boshqarish taqiqlanadi. Bu yerda raqamlar ishtirok etyapti. Bu yerda uje bizga konkretna mnemotexnika juda ham katta yordam beradi. Xo'p. Keyingisi qayta takrorlash. Sizlar yo'l harakat qoidalari 1200 ta test savolini qayta takrorlab o'rganmoqchi bo'lsanglar, vaqtinglar hisoblab chiqinglar. Bitta testga qancha vaqt sarflayapsizlar? 1 minutmi? 30 sekund bo'lsa ham hisoblab chiqinglar. 1200 ni 30 ga ko'paytirasizlar. Ikkinchi marta qayta takrorlash uchun 2 ga ko'paytirasizlar. Uje vaqtinglar minutda kelib chiqadi. Uni soatga aylantirsanglar, uje vaqtim katta vaqt keladi. Agar biz prava imtihonidan ya'ni bitta urinishda o'tib, muammosiz qisqa vaqtda tayyorlanishimiz kerak bo'lsa, qayta takrorlash, ya'ni xato bo'ladi. Qayta takrorlash to'g'ri joylari bor. Agarda biz boya aytdim, xatolar ustida ishlash. Ya'ni biz xatolar ustida ishlash uchun bloknot tayyorlab olamiz, xatolarimizni yozamiz. Qayerda xato qildim, ya'ni qaysi mavzuda xato qildim. O'sha mavzuda xatolarimiz agar ko'payib ketadigan bo'lsa, o'sha mavzuni alohida ochib, o'sha mavzu bo'yicha qayta takrorlanamiz. Ya'ni hammasi bo'yicha qayta takrorlanmaymiz. Hamma test markazlarida, ya'ni test ilovalarida, misol uchun meditsinaga juda ham ko'p qiynalayotgan bo'lsanglar, meditsinaga doir savollarni bittada sizlarga chiqazib bermaydi. Ya'ni sizlar topishlar kerak testlar, qaysi testda, ya'ni 12-biletda shunaqa savollar bormidi? 12-bilet kirsam bitta bo'lgan bo'lishi mumkin yoki izlashinglar qiyin bo'lib ketadi. Agar sizlarda tayyor qo'linglarda qo'llanma, ya'ni guruhlangan varianti bo'ladigan bo'lsa, sizlarda uje tayyor shu guruhga kirasizlar va o'sha guruh bo'yicha o'rganasizlar. Xo'p. Endi muhim jihatga o'tamiz. 1200 ta test savolini 10 karra tez eslab qolish metodikasini men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Ya'ni mnemotexnika yordamida barchasini eslab qolishga harakat qilamiz. Ya'ni
bizda hozir 20 ta test savolini sizlarga minimum texnika yordamida tushuntirib beraman. O'sha savolning javobini obraz qilib beraman, ya'ni kino qilib beraman. Kinosi, ya'ni obrazlari, miyalarda qolishlari, ya'ni diqqat bilan eshitishlari maslahat beraman va testning oxirida, ya'ni master klassimizning oxirida testga qayta kelamiz. Qani sizlar eslab qola oldinglarmi javobini? Obrazda eslab qola oldinglarmi? Tekshirib ko'ramiz. Natijasi sizlarga wow effektini berishi mumkin. Keyin kecha aytib o'tgandim, master klassimizning 2-kunida bitta ajoyib ma'lumotni sizlarga beraman deb, ya'ni ko'pchilik qiziqqandi. Bu botanika voqeasi edi. Ya'ni sizlar sevishganinglar bilan yoki onanglar bilan yoki singlinglar bilan, balki xotininglar bilan birga yurgan bo'lishinglar mumkin. Aylanib tog'dami yoki sayr qilib yoki botanika bog'dami farqi yo'q. Milliy gvardiya xodimi kelib, ya'ni ichki ishlar organi xodimi kelib sizlarga do'q bo'lsa qilsa, ya'ni kimsan, nima qilib o'tiribsan bu yerda deb qo'pol gapirishi mumkin. Shu holatda biz oldimizdagi insonni oldida sharmanda bo'lib qolmasligimiz uchun qonuniy gaplashishimiz kerak. Ya'ni meni o'zimda shaxsan shunaqa holat bo'lgan. Shu sababli men sizlarga qonuniy gaplashdik, ya'ni qanday chiqib ketish, ya'ni gay xodimi bilan, gay deb, milliy gvardiya yoki ichki ishlar organ xodimi bilan qanday qonuniy gaplashsak bo'ladi. Shu haqida, ya'ni botanika voqeasi haqida master klassimizda oxirida savol-javob punktida gapirib beraman. Faqat eslatib ketsanglar bo'ldi savol-javob paytida. Endi asosiy yo'nalishimizga o'tamiz. Testlarda ushbu testimizda avtomobillar qaysi yo'nalishlarda harakatlanishi mumkin deyilgan. Shunaqa savollar bor dedim. Ularni minimum texnika yordamida eslab qolib bo'lmaydi. Faqatgina biz o'sha holatni obrazga tushishimiz kerak. Ya'ni biz o'shani tasavvur qilamiz. Xo'p, men qizil avtomobilni haydab ketyapman. Xo'p, chorrahaga keldim. Chorrahada qizil ishora yoniq turibdi. Men to'g'riga ketmoqchiman. Lekin qarasak, o'rtada inspektor turibdi. Inspektorning ishorasi quyidagicha. Endi o'rtada, ya'ni chorrahada inspektor turganda svetofor ishlab turgan taqdirda ham svetoforga amal qilmaymiz. Hattoki o'tda kamera turgan bo'lsa ham, qizilga uradigan kamera turgan bo'lsa ham inspektorning ishorasiga amal qilishimiz shart. Mabodo jarima keladigan bo'lsa, uni 1102 ga telefon qilish orqali muammosiz bekor qila olamiz. Xo'p, endi eslab qolamiz, mana qizil avtomobilga kelyapmiz. Svetoforga ahamiyat bermaymiz. Inspektorning ishorasi quyidagicha. Ya'ni sizlar qizil avtomobil bo'lsanglar, inspektor nima qilib turibdi? Ya'ni chap qo'li tushirilgan. Chap tomonida kim bo'lsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar xohlagan harakatga, ya'ni xohlagan tomonda harakatlanishga ruxsat beradi. Ya'ni bu yerda javobi F4. Barcha yo'nalishlar bo'yicha harakatlanishga ruxsat beradi. Juda ham oson. Endi yana bitta savol, faqat javobini qo'ymadim. Sababi sizlarga obraz tushunishinglar oson bo'lishi uchun. Xo'p, biz ketyapmiz, oq Malibudamiz, mana oq avtomobillarimiz, ichki tormoz to'satdan ishlamay qolganda avtomobilni qanday to'xtatish kerak? Mana javobi yo'q. Topishga harakat qilib ko'ringlar. Avtomobilni qanday to'xtatamiz? Bosib ketamizmi kimnidir? Yoki urib ketamizmi? Odam urib ketamizmi yoki kimgadir borib urilamizmi? Tavakkal qilib ko'rsanglar bo'ladi. Taxmin javob berib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p. Tajribali haydovchilar qanday to'xtatish kerakligini biladi. Endi sizlar hali pravo olmaganinglar uchun tajribasiz hisoblanasizlar. Shunaqa savol testda tushib qolsa, e'tibor beramiz. Birinchi navbatda qiladigan ishimiz mexanika transport vositasi bo'lsa, 5-skorsda ketyapmizmi? Skorsda sekin asta tushirishni boshlaymiz. 3 ga olamiz. 3 dan 1 ga olishimiz ham mumkin. Avtomobil sekinlashni boshlaydi birdaniga. Endi ikkala tormoz ishlamayapti, ya'ni qo'shimcha tormoz, ya'ni yordamchi tormoz va qo'l tormozi ishlamayotgan paytda nima qilishimiz mumkin? Ya'ni reaksiyamiz tez bo'lishi kerak. Avtomobilni qayerga borib urishsak bo'ladi? Odamga uramizmi borib? Mashinaga uramizmi? Yoki chekkadagi qanaqadir to'siqqa, daraxtga yoki betonga borib uramizmi? O'ylab ko'ringlar, qaysi bizga arzonroqqa tushadi? Odamni borib urganimiz arzon tushadimi? Avtomobilni borib urganimiz arzon tushadimi? Yoki daraxtni borib yoki qanaqadir betonni borib urganimiz arzon tushadimi? Shuni hisoblaymiz. Tak. Odamni bosib ketsam, xo'p, uni keyin boqishim kerak. Operatsiyasiga pul to'lashim kerak. Nogiron bo'lib qolsa, ko'p rasxodim bor.
уже расходlar bu yerda ko'payib ketyapti. Endi to'g'rimizda qanaqadir inomarka mashina turgan bo'lsa, uni borib ursak, bitta farasi bizning mashinamizdan qimmat bo'lishi ham mumkin hatto. Bu ham juda ham katta xarajat talab qiladi. Shunaqa paytda biz chekkaga borib uramiz. Ya'ni beton bo'lishi mumkin, daraxt bo'lishi mumkin. Buni xarajati minimal, ya'ni o'zimizga ziyon yetadi. Avtomobilga ziyon yetadi. Avtomobilni o'zimiz tiklab olishimizga pul sarflaymiz, bo'ldi. Betonni borib ursak, bemalol bo'ladi. Shunda joy. Xo'p, endi rasmga diqqat bilan e'tibor beramiz. Xo'p, bizda 327. Xo'p, pastida 1.4 sidirg'a, ya'ni sariq sidirg'a turibdi. Sariq sidirg'a chizig'ining oxirida tugaydi deb aytamiz. Ya'ni yo'lning ya'ni F3 bo'ladi. Yo'lning yotiq sariq chizig'ining oxirida tugaydi. Endi shu holatda menda bitta holat bor. Hozir men noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanaman. Ko'pchilik biladi, ya'ni noqonuniy jarimalar bekor qilish bilan shug'ullanamiz. Sirdaryodan kuzatayotganlar bo'lsa, Sirdaryoning avtostansiyasining chorrahasi bor bilsanglar, svetofor. O'sha yerda 327 to'xtash taqiqlovchi belgi yo'q. 1.4 sariq sidirg'a chizig'i yo'q. Ya'ni chorrahadan 30 metr o'tib to'xtash huquqiga egamiz yo'l harakati qoidalari bo'yicha. Endi Sirdaryoda shunaqa holat bo'lyaptiki, bitta taksistga odam kutib turgani uchun jarima yozgan 750 ming so'm. To'xtashni taqiqlovchi san qoida bo'yicha to'xtab turmayapsan deb unga do'q po'pisa qilib jarima yozgan. Biz hozir shuni bekor qilish etapidamiz. Ya'ni sudga berganmiz. Sud jarayoni tez orada bo'ladi va bu noqonuniy jarimani bekor qilamiz. Va kerak bo'lsa o'sha xodimdan noqonuniy jarima yozgani uchun hech qanaqa belgilarga asoslanmagan holatda jarima yozgani uchun ma'naviy zararni ham undirib olamiz. Ya'ni u xodim nimaga asoslanyapti? Ana banitsani oldida 320 ta to'xtash taqiqlovchi belgi bor deyapti. Tasavvur qilasizmi? U banitsani oldidan haydovchi kelmayapti, u qayerdan biladi? Birinchidan, u banitsani o'tgandan keyin chorraha borda, belgi chorrahada tugaydi kuchi. Shu sababli chorrahadan keyin ta'sir qilmaydi. Chorrahadan keyin 30 metr o'tib to'xtashimiz mumkin. 320 ta belgisi bo'lmasa, bemalol to'xtab turamiz. Faqatgina chap tomonimizdan mashina o'tishga yetarlicha masofa bo'lishi kerak. Ya'ni 255 metrdan kam bo'lmasligi kerak. 3 metr bo'ladimi, 4 metr bo'ladimi, bemalol to'xtab turaveramiz. Hech kimga xalaqit bermasak bo'ldi. Xo'p, buni ham ko'rib chiqdik. Ya'ni bizning holatimizning ta'sir oralig'i sariq chiziq tugaganidan keyin bemalol chap tomonda shunday to'xtasak bo'ladi, bemalol. Xo'p, keyingi savolni obraz qilamiz уже. Ko'rsatilgan belgilardan qaysi biri avtopoyezdni bildirish uchun o'rnatilgan? Avtopoyezd ya'ni nima? Mashinalar bir-biriga ulangan bo'ladi. Ya'ni ulangan mashinalar harakatlanib ketayotgan bo'ladi, ya'ni uzunroq bo'ladi. Avtopoyezd nima? Tepasida belgicha yonib turgan bo'ladi. Ya'ni birinchi rasmda sariq belgi yonib turibdi, ikkinchisida 3 ta tochkali sariq belgi yonib turibdi. Endi bu qaysi rasm? Ya'ni nimani bizga obraz qilib bersak bo'ladi? Ko'pchilik mana Mistitsili kinosini ko'rgan, shu kinodan Visionni obraz qilib olamiz. Ya'ni mnemotexnika qanday ishlashini men sizlarga hozir tushuntirib beryapman. Obraz qilamiz. Xo'p, savol keldi. Ushbu avtomobillarni nimaga o'xshatsak bo'ladi? Xo'p, bitta obraz keldi, Vision bo'ldi. Visionga o'tkazamiz, Visionga o'xshatamiz. Shunda javobi qanaqa bo'ladi? Ikkita avtomobil ham Visionga o'xshayapti. Bittasida 3 burchak sariq yonib turibdi, ikkinchisida sal xaroba bo'lib qolgan, lekin u ham sariq 3 ta katta tochka bo'ladi. Mana shu javob, ya'ni ikkala avtomobil ham Visionga o'xshayapti. Javobi ham ikkala avtomobilga o'rnatilgan. Ya'ni ikkala avtomobil avtopoyezdligini bildirib turadi. Xo'p, eslab qolamiz, avtopoyezd Vision bilan bog'liq. Keyingi savol ko'rib chiqamiz. Agar
jonlantirishning, ya'ni reanimatsiyaga 2 kishi bir vaqtda olib borganda yurakni bilvosita massaj qilish va sun'iy nafas oldirish qanday bajariladi? Bu savol o'qiyotganlarda sizlar adashib ketishlar mumkin. Javobi esa hammasi bir-biriga o'xshash bo'ladi. Ya'ni hammasi qaranglar, o'qib chiqsanglar bir-biriga o'xshash. Xo'p, hammasi bir-biriga o'xshash bo'lgani uchun любойni tanlab ketishinglar mumkin. Shu holatda bizga mnemotexnika yordam beradi. Ya'ni biz obraz qilamiz javobni. Xo'p, avtomobil turibdi. Avtomobil raqamiga e'tibor beramiz. 30 raqam. 30 qayerda? Samarqandmi? Xo'p, javobdan izlaymiz. 30 raqam bormi? Xo'p. F2 javobida 30 raqami bor ekan. Ya'ni 2 marta havo puflanadi, so'ng yurak sohasi 30 marta bosiladi. Prosta 30 raqamni eslab qolamiz. Ya'ni Samarqandga reanimatsiyaga kasal odamni Samarqandga olib ketyapmiz. Tez haydab. Tasavvur qildinglar. Endi keyingi safar bu savol sizlarga tushadigan bo'lsa, savolni o'qib o'tirishingiz shartmi? Javobida. To'xta, mana 30 raqam turgan ekan. Bu Samarqandga olib ketyapmiz-ku, reanimatsiyaga kasaldi degan obraz keladi-da, javobini bittada topasizlar. His qilyapsizlar, o'sha mnemotexnikaning kuchini. Shunaqa. Xo'p, javobi F2. Ya'ni obraz qildik, Samarqandga kasalni reanimatsiyaga olib ketyapmiz. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Jarohatdan behushllanganda birinchi tibbiy yordam qanday ko'rsatish kerak? Savolni o'qidinglarda, endi javobi F1, F2 topib ko'rishinglar ham mumkin. Ikkalasini ham qarang. Birinchisini o'qidikda, birinchisi ham javobiga o'xshayapti. Ikkinchisini o'qidik, ikkinchisi ham javobga o'xshayapti. Sizlar o'sha javobini o'qish jarayonida savol nima edi degan fikrga borasizlar. O'sha esinglardan chiqib ketadi savolni. Shuning uchun bu yerda ham bizga mnemotexnika yordamida obraz qilamiz, miyamizga assotsiatsiya orqali joylashtiramiz. Xo'p, choyda rasmi nima uchun turgan bo'lsa kerak deb o'ylayotgan bo'lsanglar, bu sizlarga tayyor obraz. Endi javobidan choy so'zini topib olamiz. Ya'ni F2 da o'qisanglar bo'ladimi? Qavs ichida choy deb yozib qo'ygan. Ya'ni biz hushidan ketgan odamni betiga qaynoq limon choy olamizda, betiga sepamiz. Shunday sepdikda, kuyganidan uyg'onib ketdi. Tasavvur qilasizlarmi? Kuydida uyg'ondi. Ne aytishlar mumkin? Jinnimisan, uni betini kuydirib turg'izgandan ko'ra boshqa yo'l bilan turg'izsa bo'ladi-yu deb. Lekin mnemotexnika qanday ishlaydi? Biz miyamizda obraz qilayotganimizda shunaqa kir yo'nalish bo'yicha, ya'ni xunuk tasavvur qilishga qiyin bo'lgan obrazlar qilishga harakat qilamiz. Mana fantastika qilib borsak ham bo'ladi. Shunaqa narsalar miya tez eslab qoladi. Misol uchun yana bitta misol keltirib beraman. Sizlar choyxonada o'tirsizlarda, qanaqadir voqea bo'ldi. U voqea ofitsiant kelib ustingizga choy to'kib yubordi. O'sha holat sizlar miyalarda 100% qoladi. Oradan 5 yil o'tgandan keyin, esingdami choyxonada shunaqa gap haqida gaplashgandek desa, eslolmaysizlar. Qachon eslolmayapman desa, esingdamas, ofitsiant sani oldinga kelib ustingga choy to'kib yuborgandi desa, deydi, miyasiga sirasi keladi. Bu nimadan kelyapti? Ya'ni obraz bo'lgan. Miyasida kino bo'lgani uchun miyasiga sirasi kelyapti. Sizlarda ham shunaqa holat bo'lgan bo'lishi mumkin. Misol uchun, kalitinglarni yo'qotib qo'ydinglarda, kalitim qayerda edi? Sizlarda o'sha obraz bo'yicha topishni boshlaysizlar. Xo'p, kalitim qayerda bo'lishi mumkin? Qaysi xonada o'tirganim degan savol berasizlar. Xo'p, zalda o'tirganim, bo'ldi, zalda meni tortmasiga qo'yganim degan fikrga borasizlar. Bu hammasi bir-biriga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun obraz qilishimiz kerak. Endi javobidan, hatto endi keyingi safar mana shu savol sizlarga chiqadigan bo'lsa, javobini ham o'qib o'tirmaysizlar. Srazi bu mana bunda choy degan javobi bor ekan. Demak, choyni bilganlardan keyin bu savol ham miyalarga keladi. Behushlangan, hushdan ketgan insonning betiga choy sepamiz. Bo'ldi. Miyalarda bu 100% qoldi. Hozir men sizlarga maydalab tushuntirib beryapman, lekin mnemotexnikada miyada obrazlar bo'lgani uchun bu tez ketadi. Faqat mnemotexnika bilan birinchi to'g'ri yondashuv bilan ishlatishni o'rganishlar kerak. Agar misol uchun sizlarda 30 ya'ni obraz, bu obraz sizlarga tushmaydigan bo'lsa, boshqacha obraz qilib ketishlar mumkin. Tushunyapsizlarmi? Bu masalaga obraz qilib o'zimning obrazimda tushuntirib beryapman. Xo'p, choy varianti to'g'ri ekan. Keyingi savolga o'tamiz. Mana ko'pchilik mototsiklni ko'rgan, mana Toshkentda ayniqsa tarqalgan videoni hamma ko'rdi. Toshkent yo'lida
samolyot tezligi o'rtoqlarda bitta bloger chiqqandi. 300 tezlikdan oshib o'tgandi. Hamma ham shokda bo'lgan. Xo'p, mototsiklim bor degani hamma joyda bir xil tezlikda harakatlanaman degani emas. Endi savol o'qiymiz. Trassada yoki aholi punktidan tashqarida mototsiklning qanday yuqori tezlik bilan harakatlanishga ruxsat beriladi? Ya'ni aholi punktida emas, trassada ketyapmiz, hech kim yo'q, avtomobil yo'q, odamlar yo'q, katta trassa. Shunaqa trassa bo'lishidan qat'iy nazar avtomobilning belgilangan tezligi orqaga o'tib ketdi. Tak, avtomobilning belgilangan tezligi 80. Endi 80 desa, 80 javobi, men bunaqa javobni bilmagandim deyishlar mumkin. Endi 80 ga qanday obraz qilishimiz mumkin? Tasavvur qiling, mototsiklni oldini shunday ko'tardik. Ko'targanimizdan keyin mana ko'taryapmiz. Rasmni ko'rishingiz mumkin. Qaysi raqamga o'xshayapti? Balon tepada, bitta balon, ikkinchi balon pastda. Ikkita balonni bunday birlashtiradigan bo'lsak, 8 raqamga o'xshayaptimi? Siz javobini sirasi topib olasizlar. Ha, bo'ldi, balonni ko'taryapti, oldini ko'taryapti, 8 raqamga o'xshayapti. Bo'ldi, javob o'sha oddiy 80. Ko'rasizlar, bir-biriga bog'lash orqali javobini eslab qolamiz. Keyingi safar imtihonga kirasizlar, inshaalloh. Imtihonga kirganlarda agar shu savol tushadigan bo'lsa, ishoninglar, mana shu obraz miyangizga keladi. Mototsikl oldini ko'tarib ketayotgan obraz miyangizga keladi va u 8 ga o'xshaydi. Shuning uchun 80 raqamini tanlaymiz. Javobini ko'ramiz. Mana F3 80 km tezlikda harakatlanishi shart. Keyingi obrazimizga o'tamiz. Ya'ni keyingi savolimiz M1 toifadagi transport vositalarining shinalarining protektorining naqshi qoldiq balandligi necha millimetrdan kam bo'lmasligi kerak. Savolni oddiy jaytari tilda tushuntiraman. Ya'ni protektorining naqshi. Ya'ni balonlarda mana chiziqlar bor bilsanglar, o'shani ichidagi mana oraliq masofasida necha millimetrdan kam bo'lmasligi kerak. Xo'p, buni ham topishning oson yo'li bor. Misol uchun Lacetti motori, ya'ni 1.6, hamma biladi, 1.6 Lacetti motori bor. Ko'p mashinalarda tarqalgan 1.6 motor. 1.6 aslida uncha kuchli emas, slabiy motor. Ya'ni o'sha motorda shunday tasavvur qilamizda, balonni ichiga shunday tiqib qo'yamiz. Mana rasmni tasavvur qilib, mana savol balon bilan bog'liq bo'lgani uchun shu balonni ichiga shunday motor tiqib qo'ydik. Bu rasm slabiy motordir. Ya'ni 1.6 ham slabiy. Shuning uchun motor rasmini shunday tiqib qo'ydik. Bo'ldi. Savolning javobi 1.6 mm bo'ladi. Prosta motor esingizga keladi. Mana savolni o'qiyotganlarda, to'xta, 1.6 motor, bu motorni balon ichiga tiqib o'tdik. Dislarda 1.6 ni belgilab ketasizlar. Ko'rasizlar? Juda ham oson yo'l bilan biz savollarning javobini miyamizga mnemotexnika yordamida joylashtirib ketyapmiz. Xo'p, buni ham eslab qoldik. Yoki sizlarga 1.6 deganda boshqa obraz kelishi mumkin. Misol uchun 1.6 deganda, xo'p, Counter Strike 1.6 hamma biladigan. Shu otishmada balonlarni otib yuribmiz. Shu misol uchun sizlarga shunaqa obraz kelishi mumkin. O'zingizlar obrazingizlarda bemalol eslab ketsanglar bo'ladi. Bu ma'no obrazi misol uchun. Xo'p. Keyingi savolga o'tamiz. Mana javobini topishga harakat qilib ko'ringlarchi. Haydovchi aholi punktidan tashqarida, ya'ni trassada harakat qoidalarini buzmoqdami? Qani topinglar. U qoidani buzyaptimi haydovchi? Qizil avtomobil haydovchisi. Kommentariyada yozamiz. Ha, yo'q. Qani tekshiramiz. Xo'p. Qoidani buzyaptimi? Rasmga qaraymiz. Hech qanday taqiqlovchi belgi yo'q, gayi yo'q. Qarama-qarshi tomonga ketmagan, tezligi ko'rinmayapti. O'zi qoidani buzyaptimi qizil avtomobil? Ha, yo'q, bilmayman. Bugun nazariydan o'tdim. Tabriklayman nazariydan o'tganingiz bilan. Dildora Mamajonova, Mama Jova. Tabriklayman sizni. Xo'p, yo'q. Ha, yo'q. Savollarning javobi shu почти 50 ga 50 bo'lib ketdi. Ko'pchilik ha deyapti, ko'pchilik yo'q deyapti. Meni imtihonda birinchi xatoimga yo'l qo'ygan savolim mana shu bo'ladi. Men ham o'qidim, qarayapman, hech qanday qoidani buzmadi-ku. Deyapman-da, yo'q, qoidani buzmadi deb F2 ni belgilab ketyapman. Qarasam, o'sha miyam portlab ketgan. Qanday bu savol javobi bo'lishi mumkin deb men eslab qolganman-da, uyga borib ustozlardan ko'rsatyapman. Bu qoidani buzmayapti-yu, bir sidirqat sig'ini bosmayapti-yu degan fikrlarda bo'lganman. Endi men sizlarga tushuntirib beraman. Nima uchun qoidani buzdi bu? Ya'ni bizda qoidani buzyapti.
Ha, javob bo'ladi. Xo'p. Aholi punktidan tashqarida, misol uchun, trassada ko'pchilik haydovchilar yuradida, chap tomonida mashina o'tib oladida, sekin ketadi yoki tez ketaman o'zini Vin Diesel deb o'ylaydimi? Vin Diesel bilsanglar, Farshash kinosini ko'rgan bo'lsanglar, hech qanaqa qoidalarni mensimaydida, ketaveradi o'zi yo'lish. Mana shu chap tomonda yuradigan haydovchilar men Vin Diesel deb nomlayman. Sababi ular ketaveradida, hech kimga yo'l bermaydi. Orqasidan kelib margat qilsa ham, o'ng tomonda mashina bo'lmasa ham, o'ng tomonga o'tmasdan ketaveradi. O'rtoqlar, bu taqiqlanadi. Trassada qanaqa tezlikda ketishimizdan qat'iy nazar, o'ng tomonda agar avtomobil bo'lmaydigan bo'lsa, o'ng tomonda yurishimiz shart. Chap tomonga qachon o'tishimiz mumkin? Qanaqada to'siq bo'lsa, chap tomondan kesib o'tishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam, biron bir yuk avtomobili chiqdida, o'zib ketmoqchi bo'lsak, o'tishimiz mumkin. Yoki qayrilib olmoqchi bo'lsak, yoki chapga burilmoqchi bo'lsak, chap tomonga o'tishimiz mumkin. Shuning uchun bunaqa transport vositalarni Vin Diesel deb nomlaymiz. Bunaqa savol chiqsa, xo'p, bu savol javobini bilaman. Bu rulda Vin Diesel o'tiribdi-yu, hech kimni mensimaydi, o'zicha tez haydaydi degan fikrga kelasizlarda, javobini sraz topasizlar. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Men sizlarga ajoyib formula beraman. Qani o'zingizlar topishga harakat qilib ko'ringlar-chi. 72 km/soat tezlikda harakatlanayotgan transport vositasi 1 sekundda qancha masofani bosib o'tadi? Qani topishga harakat qilamiz. 15 metrmi, 20 metrmi, 25 metrmi? Ko'pchilik o'tiradi, daftar olib sraz yozishni boshlaydi. O'z formasi qiyin emas. Men sizlarga tayyor shpargalkani beraman. Topish juda ham oson bo'ladi. Shunaqa istalgan savol tushadigan bo'lsa, bemalol olib yechib ketsanglar bo'ladi. Qani topishga harakat qilamiz. F1, F2, F3. Javobini tekshiramiz. Xo'p, 25, 15, 25, 2. Mana 2 deganlar o'sha formulani menimcha xato ishlatgansizlar. 15, 25, 20. Yaxshi, 20, F2, 15. Javoblar kelyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. 20 javoblar ham ko'p. Endi men sizlarga bitta shpargalka beraman. Qanaqa shpargalka? Xohlasanglar kalkulyatorlarni olib hisoblab ko'rsanglar bo'ladi. Mana shunaqa savollar kelganda, adashmasam men 3 tasini topdim. Ko'p bo'lishi ham mumkin. Yana qo'shilishi ham mumkin bunaqa savollar. Shuning uchun formulasini bilib olsanglar, istalganini yuboyisini yechib tashlaysizlar. Yoki ko'chada kimgadir ko'rsatsangiz, "Qaraman sotib olganmisan?" desa, "Yo'q, o'z kuchimni olganman" desa, "Men savol javobini qani yechib bilasanmi?" deb savol berib ko'ringlar. O'zi o'ylash boshlaydi. Matematikani bilmasa o'sha ishlolmaydi ham. Qaranglar, endi men sizlarga oddiy shpargalkani beraman. 72 kilometr, ya'ni 72 sonini 3.6 ga bo'lamiz. Ya'ni 36 formulasi bu. Ya'ni 72 ni kalkulyatorga olamiz, 72 ni bo'lamiz 3.6. Ya'ni 3,6. Shuni bo'linglar, javobi sraz chiqadi. Ya'ni 20, F2 chiqadi. Endi buni obraz qilamiz. Xo'p, 3,6. Ya'ni 3,6 ni qanday eslab qolsak bo'ladi? Shu savol kelganda 3,6 ga bo'lishim kerak. Qanday eslab qolsam bo'ladi degan xayolda turishlar mumkin. 3,6 ni 36 deb tasavvur qilamiz. Tasavvur qilinglar, bir erkak kishi o'tiribdi-da, mana gradusini og'ziga tiqib o'lchayapti. Ya'ni uni gradusi 36 gradus. O'zini kasaldek tasavvur qilyapti. 36 gradus unaqa ko'p emas, lekin og'ziga shu gradusingni tiqib olib 36 gradusda Formula 1 ko'rib o'tiribdi-da, mashina o'tayotganini hisoblayapti. Ya'ni 108 kilometrda o'tgani, necha metr bosib o'tdi deb hisoblab o'tiribdi. Tasavvur qildinglar-a? Mana shu savol kelganda sizlar xayolingizga sraz mana kasal odam 36 gradusda og'ziga tiqib o'tirgani xayolingizga keladi. 36 keldimi? Bu avtomatik 3,6 formulasi. Ya'ni istalgan shu kilometr soatni 3,6 ga bo'lsak, javobi kelib chiqadi. Bu sizlarga o'sha tayyor shpargalka, hisoblab o'tirish ham shart emas matematik usulda. Xo'p, eslab qoldik. Keyingisiga o'tamiz. Bosh miya, ya'ni kalla suyagi o'rtacha holatda jarohatlanganda jabrlanuvchi transportning qaysi turida tashish kerak? F1, F2, F3. Ya'ni buni ham obraz qilishga harakat qilamiz. Xo'p, sirali javobini ko'rsataman, F3 bo'ladi. Faqat tez tibbiy yordamida tashilishi kerak. Ya'ni obraz endi qanday bo'ladi? Nega obrazlab chiqyapmiz? Janoblar, eshitinglar diqqat bilan. Har bitta savolni obraz qilganimizdan keyin bu savolga qayta takrordan kelmaymiz. Tushunasizlarmi? 10 karra tez degan
termin ayni shu narsaga ishlatiladi. Savolni biz obraz qilib javob bilan yaxshilab bog'lab oladigan bo'lsak, bo'ldi, bu savolga o'sha qaytib kelmaymiz. U savol chiqqanda sразу obraz miyamizga keladi-da, savolni bemalol ishlab ketamiz. Xo'p, buni obraz qilishga harakat qilamiz. Xo'p, javobini bilamiz. Faqat tez tibbiy yordam mashinasi tashilishi kerak. Endi tasavvur qilamizda, tez tibbiy yordam mashinasi turibdi-da va savoldan bitta kulchni olamiz. Ya'ni miya haqida gap ketyapti, to'g'rimi? Bosh miya deyilyapti. Ya'ni miyamizni shunday chiqaramizda, mashinani tepasiga shunday qo'yamiz. Tasavvur qilinglar, tez tibbiy yordam mashinasi miyamizni olib ketyapti. Nega ketayotgan chuqurlarga tushyapti-da, toshkent yo'llarida, chuqurlarga, bordyurlardan o'tyapti-da, kallamiz bilan miyamiz liqillayapti. Tasavvur qildinglar. Mana shu obraz sizlarning javoblar topishinglarni osonlashtiradi 10 karra. Bo'ldi, buni eslab qoldik. Hammasini eslab qolishinglarga maslahat beraman. Oxirida qani eslab qoldinglarmi, yo'qmi, biliminglarni tekshirib ko'ramiz. Xo'p, endi keyingi savol juda ham qiziqarli. Mana obrazlar nima uchun turibdi desanglar, sizlarga tayyor obraz qilib beryapmiz. Endi savolni o'qiymiz. Benzin bug'idan zaharlanishning alomati qanday? Ishoninglar, men bu yerda F1 javob deb o'ylagandim. Chunki F1 ham o'xshayapti, F2 ham o'xshayapti. Misol uchun benzinni zaharlansa ko'z ham qorong'ulashi mumkin, boshimiz aylanishi mumkin, holimizni yo'qotishimiz mumkin. Bu ham javobga o'xshayapti-da. Shuning uchun buni qopqon savollarga tushib qolmaylik. Shuning uchun buni obraz qilamiz. Xo'p, savoldan bitta so'zni olamiz, benzin. Xo'p, benzin bilan endi bog'laymiz. F2. Mana javob F2 bo'ladi. Ya'ni mast odam, ya'ni tasavvur qilinglar, har kuni aroq ichib yuradigan odam aroq topa olmayapti-da, benzin ko'ryapti. O benzinni borib ichamiz deyapti-da, benzinni qultillatib, ya'ni 95 oktanli benzinni mazza qilib ichyapti. Va u mast bo'lib qolyapti. Endi hayotda bunaqa bo'lmaydi. Biz obrazimizda, ya'ni tasavvur qilganimizda hayotda bo'ladigan narsa bo'lishi shart emas. Aytganimdek, fantastika narsalar bo'ladigan bo'lsa, miya oson eslab qoladi. Shunaqa holatda, xo'p, alkash odam shu benzinni ichib mast bo'lyapti. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Shu savolni o'qiyotganlarda keyingi safar sразу savol o'qiyotganlarda benzin bug'idan zaharlanish oqibati alomatlari qanday desa, to'xta, bu yerda alkash yuradi-ku, mast bo'ladi deysizlarda, hop F2 da mast javobi bor ekan. Ko'rdinglar, biz savolning javobini oxirigacha o'qimadik. Prosta mast so'zini oldik, javobiga obraz qilib miyaga joylashtirdik, bo'ldi. Mana shu metodika 10 karra tez metodika hisoblanadi. Keyingisiga o'tamiz. Mana sizlarga boya formulani berdim, ya'ni 3-6 formulasi. Qani javobini topinglarchi. Endi 108 km/soat tezlikda harakatlanayotgan transport vositasi 1 sekundda qancha masofani bosib o'tadi? Javobini yozinglar. Xo'p, javobini kutamiz. Javob. 30, 25, 15, 13 даже. 30, F3. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ujur sizlar formulasini tushundinglar. Ya'ni 108 ni 3.6 ga shunday bo'ldik, bizga tayyor F3 javobi kelib chiqdi. Ya'ni 30 metrda bosib o'tadi. Xohlasanglar shunday sinab ko'rsanglar bo'ladi o'zingizlarda. Boya mototsikl voqeasini aytdim. 314 km/soat tezlikda harakatlanyapti. Mana kalkulyator ochamizda. 314 km/soat tezlikda harakatlansa, 1 sekundda qancha masofani bosib o'tish uchun bo'lamiz 3.6. Mana yozdik. Birovni tengni bosamiz mana 87.2 metr masofani bosdi. Ko'rasizlarmi? Hammasida ishlaydi bu. Xo'p, buni eslab qoldik. Keyingisiga o'tamiz. Bir xil savollar bor, mana aytganimdek, kecha ham tushuntirib berdim. Faqatgina bu savolning mag'zini tushunib olishimiz kerak. Bunaqa mnemotexnika yordamida qo'llash shart emas bunaqa holatda. Faqatgina bitta narsa blok tushirishni bilsak, mana GAI xodimi chorrahada turibdi, qaysi transport vositasi haydovchisi to'g'riga harakatlanish huquqiga ega deyilyapti. Faqat biz to'g'ri blok tushirishni o'rgansak bo'ldi, javobini oson topamiz. Blok tushiramiz. Ya'ni GAI xodimi orqasiga blok tushirdik. Yashil ya'ni avtobus harakatlari taqiqlanadi. Qo'lini bunday qilib turibdi. Bu tomoniga ham blokni shunday teramiz, tushiramiz. Ya'ni ko'k avtomobilda ham harakatlanish taqiqlanyapti. Endi savol yana bir marta o'qiymiz. Qaysi transport vositasiga to'g'ri harakatlanishga ruxsat beryapti? Endi javobidanchi mana shu blok qo'yganimizdan o'sha topib olsak bo'ladi. Yashil harakatlanish mumkin emas, yuk avtomobili ya'ni ko'k harakatlanish mumkin emas. F1 ga qaraymiz. Avtobus turibdi.
Shu F1 da avtomatik chiqazib yuboramiz, chunki blok qo'ygan, bu harakatlanishi mumkin emas. F2 ga qaraymiz. Yengil va yuk avtomobil. Yuk avtomobiliga ham blokni qo'yganmiz. Yuk avtomobilini ham avtomatik tarzda chiqazib yuboramiz. O'sha bitta F3 javobi qolyapti. Bo'ldi. O'sha ko'ryapsizlar, blok orqali biz javobini oson topdik. Ya'ni F3 bo'ladi. Yengil avtomobil haydovchisi to'g'riga o'tib ketishga ega. Xo'p, keyingi savol. Transport vositalari chorrahani quyidagi tartibda kesib o'tadilar. Har doim esinglarda qolsin, tartibga solinmagan chorraha, mana bu yerda bizda tartibga solinmagan chorrahada har doim o'ng qo'l qoidasi ishlaydi. Faqatgina bitta istisno holat bor. Ushbu rasmda tramvay bor. Tramvay bo'ladigan bo'lsa, o'ng qo'l qoidasi bu yerda tramvayga ta'sir qilmaydi. Tramvay chap qo'linglarda bo'ladimi, o'ng qo'linglarda bo'ladimi, farqi yo'q. Faqatgina yo'l berishlar majbursizlar. Bu yerda bizda xo'p, tramvay birinchi o'tadi. Ning javobidan topamiz. F1, F2. Bo'ldi. F3 da avtomatik tarzda chiqazib yubordi, yoki F1 bo'ladi yoki F2 bo'ladi. Tramvay o'tib ketdi. Endi o'ng qo'l qoidasini ishlaymiz. Yashil avtomobilning o'ng qo'lida kim bor? Hech kim yo'q. Bo'ldi, savolni o'zimizga berdik, javobni ham topdik. Ya'ni ikkinchisi tak. Yashil avtomobil o'tyapti. Ya'ni F2 to'g'ri kelyapti. Ya'ni tramvay va yashil avtomobil